Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hamma standartlarga mos zo'r variantda dvoyka so'raganmidinglar? Bu variantimizda faqatgina sizlar uchun. Bu dvoykalarimizga ko'p maqtov umuman kerak emas. Matosi umuman katika bo'lmaydi. 100% osinglar baraka topib kiyasizlar. Mazza qilib kiyadigan. Qaranglar, oldilari zamochkali variantda, cho'nchiklari ishonchli cho'nchiklardan. Bularning yubkalari ham kenggina variantda. Qaranglar, kiyib yurishligi udobniy variantda. Karmanlari ham bor. Rukovalari manjetli fasoni, yoqachali fason qo'ysanglar bo'ladi. Xolisizlar oxirigacha o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Xullas bir so'z bilan aytganda mazza qilib kiyadigan jonni huzuri sezonga mos zo'r variantdagi dvoykalar olib kelganmiz. Boshqa rasvetka fasonlarini ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar, mana bu variantlar rosa chiroyli turadi. Bagati ko'rasizlarmi? Yubkalari ham kenggina variantda mazza qilib kiyaverasizlar. Stili juda chiroyli. Mana qaranglar, hammaga ham birdek yoqib ketaveradi. Rangi qaranglar. Sizlarga qaysi rang yoqadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. O'zim sevgan rangimni ko'rasizlarmi? Fasoni juda chiroyli, mazza qilib kiyaverasizlar. Aytganimcha, joy yosh umuman tanlamaydi. Olib mazza qilib kiyadigan, bosib kiyadigan variantdagi dvoyka troykalar. Mana bu variantimiz troykamiz. Ichida bazalari bor, mayichkasi. Qaranglar, oldilari knopkali variantda, yubkalari ham kengina, fason ko'rasizlarmi? Sportivniy stilga ham rosa zo'r tushib beradigan. Bu dvoykamizdagi qaranglar, shundoq kiyapti, shundoq uchyapti. Ploshevka matosi bilan o'zgacha uslubda ishlangan ruchnoy ishlari bor. Yubkalari ham kengina variantda, har bittasini ham aytganimdek cho'nchiklari bor, yubkasini ham cho'nchiklari bor variantda. Xohlovchilar uchun mana bu variantini ham qo'lasidan olib kelib qo'yamiz. Qaranglar, mana bularni ko'rasizlarmi? Mazza qilib kiyaverasizlar. Mato lekin ishoninglar, shunaqa priyatni osinglar, umuman afsus qilmaysizlar. Baraka topib kiyaverasizlar. Bularning razmerlari 1 razmerdan, 1XL razmerdan boshlanadi 7XL gacha. O'zimizning razmer hisobida 46-razmerdan 56-razmer kiyadigan obunachilarimizga bemalol to'g'ri keladi. Bolshimirka razmerligini hisobga olganda 58 kiyadigan obunachilar sizlarga ham to'g'ri kelaveradi. Qaranglar, ma'lumot o'rnida 1XL ni kiyib olganman. Shunaqa to'kilib turadi. Mato zo'r, mazza qilib kiyaverasizlar. Hozir ko'rsatib o'tganlarim o'sha hammasining ham narxi 700 ming so'mdan to'ppa-to'g'ri eshityapsizlar. Voy dod, qimmat deb vahima qilmaymiz. Bu narxi o'zini kачествоsi firmasiga nisbatan ancha skidka narxida olsanglar bo'ladi. Qaranglar, qanaqa zo'r. Bularni boshqa magazinlarda ancha qimmatga ko'rasizlar. Faqatgina bularning narxi, firmasi, kачествосini bilgan odamgina farqini bilishi mumkin. Xullas, ko'p aqllilik qilmaymiz. 12 ta viloyatga dostavka xizmati ham mavjud. Hamma yilin magazinda kutib qolamiz. Yoqqan bo'lsa bemalol pastdagi raqamga murojaat qilib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Magazin Toshkent shahar Uchtepa tuman Farhadskiy bozorining yonida joylashgan. Hamma yilin magazinda kutib qolamiz. Kiyaverasizlar.